12 kishi uchun yozilgan dasturxonimizga xizmat ko'rsatish jarayonimizni qo'ldan kelgancha ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Ishimizni birinchi bo'lib iliy suyularni solib, qaynatma sho'ramizni qaynatib qo'yib, ikkinchi ovqatimizni bosib qo'yib, stolimizga narsalarni chiqarishdan boshlaymiz. Pishloqli asartiyimizni likopchamizga chiroyli qilib terib olib, o'rtasiga asarni qo'yib, rezavor mevalarimiz bilan bezatib olamiz. Go'shtli asartiyimizni ham shu ko'rinishda ustlarini streç qilib, stolimizga yuvaramiz. Eng mazali mavsumiy mevalarimizdan ham stolimizga joylashtiramiz. Taomdan oldin iste'mol qilib, ovqatlarning hazm bo'lishiga hamda oshqozonga yengillik ulashadigan maxsus mevalarimizdan ham kesib joylashtirishni unutmadik. Mevalarning qaysi tartibda kesilishi va qaysi usulda joylashtirilishi har kimning o'zining fantaziyasiga hamda taqdim etilayotgan likopchalarning turiga qarab o'zgarib borishi mumkin. Qaysi tartibda kesilishi va qo'yilishidan qat'iy nazar, avvalo mehmonlarning iste'moli uchun qulay hamda ko'zni quvontiradigan darajada bo'lishi inobatga olinishi kerak. Catering stol bezatish bo'yicha mutaxassis emasmiz, ba'zida vaziyat taqozosidan shunaqa ishlarga qo'l urtiramiz xolos. Xonadon sohiblarining oshpazlar uchun yaratib qo'ygan sharoitlari har bir oshpazni quvontiradi. Tayyor tempura qorishmasiga gazli suvimizni aralashtirib olib, qarsillab baqlajonlarimizni qovurib, mehmonlarimiz kelishiga yaqin salatlarimizni taqdim etishni boshlaymiz. Qarsillab baqlajonlarimiz ustiga ozgina rukkula, cheri pomidorlari, stracciatella sirlari bilan mehmonlarimizga yuboramiz. Ikkinchi salatimiz bir necha yillardan beri o'zining darajasini saqlab kelayotgan, ko'pchilikning ko'nglidan joy olgan yunoncha salatimiz bo'ladi. Shunaqa chiroyli qilib mehmonlarimizga kirgizib yubordik. Sho'rvamiz shira tortib, go'shtlari mayin bo'lib pishgandan keyin go'shtlarni chiqarib kesib olamiz. Sho'rvamiz ranglariga o'zingiz baho berishingiz mumkin. Yarim kosadan sho'rvalarimizni mehmonlarimizga kirgizib yuborib, xonadon sohiblari o'zligi tutib kelishgan baliqlarni chiroyli qilib orada qo'rib berdik. Ikkinchi taomimiz asartiyni ham kartoshkalarni qarsillab holatda qilib mehmonlarimizga tortiq qilib xizmatimizni yakunladik. Xato va kamchiliklar yo'l qo'yilgan bo'lsa ma'zur tutasiz. Vaqtingizga rozi bo'ling. Assalomu alaykum.